Qaynoq hayotni, qaynoq turmushni, shundaqla milliy madaniyatni yiltiz qilgan dramalarda kishilik hayotning murakkab jarayoni to'liq va aynan aks etgan bo'ladi. Garchi bugungi kunda dramachilik qisman pastgo'yga tushgan, shundaqla teatrxonlar nisbatan cho'ldarab qolgan bo'lsa-mu, lekin kishilarning dramaga bo'lgan sevginishi, muhabbati va qizg'inligi yanada suslashgani yo'q. Yaqında İlqazaq Avtonom Oblastlik Naqshi usul drama o'miki tayyorlagan 4 pardalik muzikalik drama qizil lent qo'yilgandan keyin Tangriteg'ining janub va shimolda kuchlik inkas va bas munozara shundaqla ko'rish qizg'inlik qo'zg'adi. Biz mushu munosabat bilan mazkur dramaning muvaffaqiyatini ko'rdigan holda bir qism mutaxassislar bilan suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining faxriy raisi Heytam Musayyin. İlqazaq Avtonom Oblastlik Naqshi usul drama o'mikining boshlig'i Madina Abdursul. Avtonom rayonlik teatrchilar jamiyatining raisi Mahmud Hamid. Cappar, uzun yıl buldu siz benim otomdaki yetişeyimdeki şamalımı tutup geldiniz. Çünkü ben bir eydüz kesilmem kazanma diyorum. Endi Madina xonim, ayni vaqtda anglasam siz mushu Urumchiga ko'p qitim kelibsiz. Mushu dramaning ishi, mushu muvaffaqiyatli o'rindilishi uchun ko'p xizmatlarni ishlabsiz. Qanday bir maqsad, muddo bilan mushu dramani o'ynashni o'ylashib qoldingiz? Bu aydis kesili degan butun dunyo, shundaqla mamlakatimiz, avtonom rayonimizda biroz keng tarqalayotgan, bunun oldini olish, kontrol qilish nihoyatim qiyin bo'layotgan, jamiyatga nisbatan bir ig'ir besim, oilalarga nisbatan bir zo'r baloy ofat bo'lgan shundaq bir masalaga aylandi. Endi garchi hukumatimiz bu kasalning oldini olish, kontrol qilish uchun iqtisodiy tarafdan, odam kuchi tarafdan nurg'un xizmatlarni ishlagan bo'lsa-mu, buningda yana nurg'un masalalar saqlanib turibdi. Endi bunda bo'lishi bizningki xalqimizning aydis kasali to'g'risidagi bilimlarning yetarsiz bo'lishi tufaylidan hozir jamiyatimizda bo'lib ba'zi oilalarning nihoyatda ig'ir bir baloy qazoga tiqyapti. Shunga endi biz mushu masala yolg'iz bizningki jamiyatdagi sahiya o'rinlarining xizmati bo'lib qolmasdan, balki jamiyatdagi har bir odamning, har bir fuqaroninki mushu kasalning oldini olish uchun boshlab bo'lmaydigan bir vazifasi bor deb qarab, bir vaboning ustidan jamiyatda o'rtaq birlikda kuch chiqarib bunga qarshi turish yoki buning oldini olish uchun biz bu xizmatni o'sha san'at shakli orqali ishlash uchun bu dramani tayyorlab chiqdik. Endi bu dramani tayyorlagandan keyin biz oblastlik sahiya idorasiga bu planimizni o'tirib qo'ydik. Oblastlik sahiya idorasi avtonom rayonlik sahiya nazoratiga bu planni tuzgandan keyin avtonom rayonlik sahiya nazoratininki noziri Mehmet Yasin afandim qo'llab avtonom rayonlik aydis kasalininki oldini olish ishxonasining mudiri Dilshod afandimni 3 qatim bizning g'uljiga avatib, bizning xizmatlarimizni nazorat qildi, ham yetakchilik qildi. Oxirida drama tayyorlab chiqqandan keyin sahiya nazoratininki munosabatli rahbarlarining hammasi degidek bizningki g'uljiga berib, bizning bu o'yinimizni ko'rib, muayyonlashtirgandan keyin buni avtonom rayonning har qaysi joylarida sayyor qo'yishga o'rlashtirib, iqtisodiy tarafdan nihoyatda zo'r mablag' ajratib, biz hozir bu dramani Shinjongning har qaysi joylarida qo'yyapmiz. Mahmud aka, endi siz mushu asarningki rejissor bo'lib sifatingiz bilan nurg'un qontar ajr singdiribsiz. Balkim mushu kitobni, ssenariyni sahnalashtirishda, mush temini yorqin yo'ritib berishda siz nurg'un masalalarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Bu haqdagi ta'sirotingizni anglab bilsak. Bu il oblastlik Naqshi usul drama o'miga vazifani topshirib olgandan keyin Madina Tanjong menga uqtirish qildi.
Muşa Aydis temasida bir işlemoqchi degandan men buni aytib tushundim. Chunki bayağı so'zlab o'tdik, bu Aydis cho'ng bir ijtimoiy hodisa, xalqaro bo'lmasa mamlakat ichki sirti. Bu jihatda muhokama qildik. Dastlabki muhokamadan keyin Ahkam Ömer qalam tavratdi. Bir mezgildan keyin asarni menga topshirdi. Asarni ko'rgandan keyin men qayta ko'rdim. Buna da nima deganda birinchi biz mushu asarda zodi asosli ideya nima? Bizning maqsad muddaoyimiz nima? Ikkinchisi Qizil lenta deb bunga mavzu qo'ydik. Bu qizil lenta nima? Bu nima deydi qizil lentada? Endi uchinchi buningki vaqalik, hikoyasi, dramatik qurilmasi. Mushu asar orqali tomoshabinning oldida biz tomoshabinga nima deymiz? Bu tomoshabinni nega boshlab boramiz? Anikin tomoshabinni qanday tutib turamiz? Mush bir qancha savol bilan men asarni qayta ko'rgandan keyin yana optir bilan muhokama qildim. Men mushni sanlashtirish to'g'risida bir loyihani tuzib chiqdim. Biz qizil lenta deyotganmiz, birinchi bo'lib mush qizil lentadan iborat mushu bir asosiy temani tutush qilib biz asarning boshdan oxiri iddiasini gavdalantirishimiz kerak deb bunga keldim. Endi ikkinchisida biz hikoyani qanday so'zlaymiz? Bu hikoya qanday rivojlanadi? Bizning bu hikoyamizdagi asosiy obrazlarning maqsad muddai ularning taqdiri qanday bo'ladi? Kim tomoshabin bundan nima ta'sir oladi? Oxiri men loyihani yozib chiqqan ekan, Ahkam Ömer buni ikkinchi qitim yana bir o'zgartirib qo'limizga topshirdi. Endi aytamki, siz muzikalik drama qizil lentani ko'ribsiz. Balkim siz bir mutaxassis bo'lish sifatingiz bilan bu dramani ko'rgandan keyin nurg'un o'y fikrlarga, hayajonga bir ya o'zingiz xos bir fikrlarga ega bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bu shaxsiy ta'sirotingiz qanday? Xalqimiz teatriga aytamroq. Bu drama real turmushni naytdi to'liq aks ettirib bergan. Dunyoda og'ir kasalni, ya'ni kasal ko'pisi bo'lib yotgan bemorni asos qahramon qilib sahnada ifodalab berish bu eng tez. Chunki barliq personajlar kasal karvatidan neri ketolmaydi. Harakat va ziddiyat to'qinishi kamchil bo'ladi. Vaholanki mundaq teatr tomoshabinlarni jalb qilolmaydi. Ammo bu sahna asrida aktyor va rejissor doktor karvatini tark qilgan holda, ya'ni uni ishlatmagan holda Aydizdan iborat insoniyatning beshiga kelgan bu baloyi ofatning xatirini, uning oldini olish va uni yo'qotishga tirishishining ta'xirsizligini qoyil qilarlik darajada o'zigacha badiiy yo'l va ifodalash shakli bilan ko'rurmanlarga nihoyat ta'sirli yo'ritib bergan. O'yin muvaffaqiyatli chiqqan. Endi Ahmadka, menda qaraydigan bo'lsak, Aydis temasi insoniyatga o'rtaq bo'lgan nihoyat nozik, zil, sezgur bir tema. Ham siz mush temani hem mazmunga, hem badijatga, zo'xlanishga, tang e'tibor va asos sahnalashtirishda balkim nurg'un qiyinchilik uchradingiz. Siz uch kelgan masalalar qaysi so'rashlar? Sahna asrida so'zlangan hikoya, perdelerinin bilinishi, vaqalikning taraqqiyotiga nisbatan aytgan vaqtida buningdan artık o'tkir dramatik to'qinish yoki olamshumul bir jiddiy masalalarni hal qilishdan iborat ba'zi taraflar biroz sus. Nima uchun deganda, buningda asosan biz obrazlarning ichki hissiyot, shu obrazlarningki o'zininki taqdiri, o'zining hayoti, hem özününki en ahirette akıbetiga nisbeten ki bir xil ko'z qarash bilan ularga ko'ngil bo'lib atgan, hatta ba'zi ularni chetga qilayotgan, ularni xato tushunayotgan mushu ko'z qarashlar o'tirdiki ziddiyat hisobida bir taraf qilishga tirishdim. Endi hozir men asos qatlamdagi yo'ldoshlar bilan har bir pardalarni bir qilib Madina Tunjan tashkillab berdi, ularni ko'rsatdim. Aşular asas katlamlıklarına deyişçe, aşular aileler görüp sizden öyle muşlar bir kesel baykaldı. Biz madde alay yerden muşlar iniklap çıktık ise kalpek tokmaklığıyla öydün sürüp koğlu etken işlerim bak. Muşunda kıska detallar meninki mavu esirimde bedi bir taraf kılışta malum bir vakalik süpüldü. Malum bir hadis süpüldü arısı kıytıp mevadiki işlerininki anına boğan kızlık işini takımı celipkarlık kılış için aşı detallardan faydalandım. Ondan başka eserde ahire bizimki şöhret kahramanımız Aydis bilen şukunlardan. Bu kaçı halette.
jamiyatda o'zining jinni bekib yurdi, o'zini oshkorlama. Chunki atrof ashundaqda. Aydisi bo'lgan tushuncha o'xshamagan ekan. Keyin Nadira uningki muhabbati bo'lib, oxiri yana buning o'z davolig'ichi, o'ziga mehr shafqat va qizil lent taqqan bir fidokor maydonga chiqqan ekan, bu Nadiraga istoshlik qiladi. Nadirani yana bir ko'z qarash yaxshi bo'lmagan odamni haqoratda surib to'qlayotganda buni dirqla tili ichilib ketib, qaysi Nadira deb bir qizga bir tal mo'yinni tavirtirgan bo'lsang, aqasini unda qilman, bunda qilman. Chunki bu bir fidoyi. Biz uchun shunday yaxshi mehr shafqat yetkazyapti, cho'ng savob ishini qilyapti deb bu zuvoni chiqib oldiga chiqdi. Bu yerda kishilarni aytdi, zilzil soladigan odamlarning qalbini silkiydigan bunda bir dramatik jarayon teatrxonada paydo bo'ldi. Maga Nadira akam, ma to'xtaganning narsa bo'lib qoldingiz. Bu menga qiliga batchimi sizga? Nadiraning tekshirdilar. Davolaymiz deganing nari xato. Bu qizning nima gunoh? Nadira bo'lsa, qizil lent taqagan, mehri shafqatchi bir fidokor. Men sen shunday qo'ya tursinka. Agar kelar qatam Nadirani yana birdan bu yerga chiqiladigan bo'lsam, sen bilan qo'shib, o'g'lini jinini ko'rdim. Endi Madina xonim, bu 4 pardalik muzikalik drama Qizil lenta Tangirtig'ining janub va shimolida qo'yilib o'tibdi. Endi bu har qaysi jut-jutlarda, joy-joylarda qo'yilgandan keyin kuchli inqaz ham kishilarning bir xil yaxshi ko'rishiga muyassar bo'ldi. Endi hozir mush drama hali ham qo'yilyapti. Shunda qo'yilyapti. Bu dramani hozirgacha 60 maydonga yaqin qo'ydik. Har bir maydonning tomoshabin o'zigacha bir xil qizg'in kayfiyat bilan shunda ko'ryapti. Masalan, hozir shu Janubiy Shinjongdagi o'yin qo'yish zallarining sharoitini ayt yaxshiki. 500 dan yuqori 1500 odam kirib ko'ryapti. Oyun tügegandeki bu çavaklar üzülmey. Perde yıpılıp olsa mı tüyendeki tomoshabin o'rnidan turmasdan çavakçık şundak bir xil qizg'in kayfiyatni ko'ryapti. Biz G'o'ziga o'yin qo'ygan vaqtida bir maydon o'yin tugagandan keyin bolalar yugurib chiqibdi va sizni bir 3-4 odam izlayapti, sizni ko'rishmaydi dedi. Shu qarsam 3 ayol, 2 er cho'ng hamda bular oldimga kelib sizmiş ömekning boshlig'imi dedi. Deb qarsam ko'zlaridan shundoq bir nur chaqnab turdi qilani. Shu bugungi bu o'yinni ko'rib biz bakmi hayajonlandik, bakmi ta'sirlandik. Yana bir maydonda mush o'yin tugishi bilan tomoshabinlar orasidan bir ayol sahnaga yugurib chiqib, bizning bosh rol olgan qizimizni quchoqlab turib shundoq yugurib yig'lab ketdi. 10 yil burun mush dramani o'ynasanglar bo'lmamdi. Mush vaqtda mayli sahnadagi artistlar olsin, mayli mush tuvandagi tomoshabinlarda ajoyib bir xil mush bir kayfiyat hozir bo'ldi. Ammo o'sha Janubiy Shinjongda hozir o'yin qo'yyapmiz. Nagili bo'lmasak, oldin deydigan gapi, sizlar bir savob ish qilibsizlar. Demak, mushu so'zni ko'rishga bo'ladiki, xalqimiz mushundaq bir tashviqotga ehtiyojli ekan. Hozir mushu muhim nuqta ham zarur bo'lgan bir tema bo'lib qolibdi. Demak, biz buni nihoyatda to'g'ri, hamda vaqtida tutolmasakmi, joyida tutgan bir tema bo'libdi. Demak, lekin biz o'quvchilarni ko'ryapti. Chavoqchasa, tang chavoqchaladi. Külsa, tang kuladi. Yig'ilsa, tang yig'laydi. Men mushuni qarab, bu drama degan ajoyib narsaga bu odamni ta'sirlantirishninki buning kuchi ajoyib zo'rga. Shunga bizningki bu shu drama shaklini tutib o'tirib, bu aydizning tashviqotini epag'inimiz nihoyat yaxshi bo'libdi. Hamda yana bir tarafdan bizningki hozir sizmi deb o'tib ketdingiz, Shinjongning teatrchiligi to'xtab qolganiga 10 necha yil bo'lib qoldi. Hamda mushuningdan ko'rishga bo'ladi, xalq teatrini bakmi seg'inibdi. Endi aytamka, sizningcha siz ko'ribsiz mush dramani. Qizil lentining muvaffaqiyati qaysi nuqtalarda deb qaraysiz? Bu drama qanchalik esil yezilishidan qat'iy nazar, oldi bilan buni temisi yangi. Aydiz haqidagi. Teatr bo'lib, sahnada o'yinlashi butunca qatim. Xalq ehtiyojli tema. Shuni xalq yaxshi ko'ryapti. Aningdagi mazmuni sog'lom, aktual. Amaliy turmushimizni, real turmushimizni naq maydonda ifodalab beradi. Bu bak jonliq tashviqot. Bo'lib navbatdagi aydizdan mudofialanish tashviqotiga bu teatr san'ati yo'li bilan eng yaxshi va eng boldur masal chaldinglar. Aningdagi yana bir ta'kidlaydiganim bunun da rejissörünün sahnələşdiriş cansız yazıq türüdeki eserini canlıq, turmuşluq bir bədii əsər sübutida sahnələşdirilişi icadi teatr qanuniyyətinə uyğun. Orunlaşdırışı şəkli rengarenk. Anındakı muşu teatrda rol alğan oğul qız aktyorlar
o'zining yoshligiga qaramay obrazlarni ishonarli, ta'sirli, chinlik tuyg'usiga boy holda o'ynab chiqargan. Hamdikin har darajalik rahbarlik, zo'r tirishchanlik ko'rsatgan. Dramada bir alaydilik, nihoyat kuchli dramatik to'qinish yo'q. Lekin buningda murakkab ishki hissiyat bor. Har xil dialoglar, monologlar, ishki tasvirlar orqali mushlarning obrazi yaratib berilgan. Unda bo'lgandan keyin buning qiyinlik darajasi yuqori degan gap buni sahillashtirish. Mahmudga balkim mush jihatdami siz nurg'un masalalarga duch keldingiz. Mush masalalarni qanday hal qildingiz mushlarni? Bu asar Uyg'ur musiqalik teatr shakli bo'yicha sahnalashtirishni men asos qildim. Biz buni obrazlarning ichki hissiyot jihatiga, mushu holati bilan aydiski bo'lgan o'xshamagan tushuncha, o'xshash bo'lmagan ko'z qarash yoki ikki yoshning muhabbati orqali kichikkina bir tomchi masaladan cho'ng bir ijtimoiy holatni shakllantirishni ching tutdim. Birinchi endi musiqalik teatr shakli deganda G'ulji rayonida kishilar naqshi, muzika, yumor, chaqchaq, quram o'tdan o'tkazdi ekan. Endi bu aydisninki jiddiy qilimizda, mana aydis kasallar yoki ashnodan yuqumlanganlarning qilmish etmishlarini, bularni qanday yuqtirib olganligini, qorong'u holatlarni, u dadisining yoqasini tutib pichoqlarni tanglab pul vermamsi deb nim qilayotgan musholatlarni qilishni men loyiq topmadim. Biz buni olburun bir qancha zaharga qarshi asarlarda deyilgan. Endi bu narsalarni qayta chiqarsak, aş aydis bilan yuqumlanganlar aydis bemorlarining yana diliga azor bergandek bo'lamiz. Shunga bu jihatda bu tarafdan biroz o'zimni tortdim. Demak deganda buni faqat turmushlik, masalan, musiqalik teatr vasitasi orqali chiroyli muzika, go'zal il daryo bo'ylari, u yoshlar chiroyli kimgan baxtli turmush qarang. Shu sayligoqda u yoqdan bu yoqqa ketayotgan odamlar shodxo'ram. Bu perdini içip kişilerge bir hazırkı zaman turmuştaki baxt tuygusunu ifadelaş. Anlıkta tosatılan, eylikte bizim şöhret meydanda çıkan diken kişiler, bu ne bu oldu? Akıdan nemi çıkardı, ikinci perde gibi ötür. İkinci perde karşısınız aşağı, G'ulji'nin ikimiz, Kazançı deyimiz, aşağı küçük koçularından, naati yerlik tüsü. Öyle ottağın pensionerler, mamayla, yaşla, kart oynavatkan, duttaçılavatkan hoşa. Lekin tosattın birisinin balısı ölüp ketken. Onu iç tutmam kömep koygan, cemaati xabar qilmagan. Voy nima ish qilmaysizlar? Chekib demasman. Aydiskin emas, mana o'ylab ketibdi. Deganki xabar qilsanglar desa buning ataq urug' tuqqanlar, xijil bo'ldi ekan, izot tortdi ekan degan. Ash gaplarni men artistlarga talab qo'ydim. Sizlar aytqovni taranchi ma'li aramning o'z so'zi shivs bo'yicha so'zlanma. Endi kim buni turmushchilar ishlar bana deyiz qildi. Hey, Tursunjon balami, bu kim o'lib ketibdi? Tüvenki meldeki ilaki Katrankam'ın oğlu ablet ölü gitti. Ablet? Yoş balık doğuz. Hey balam, bu ettigen bamdatdan bazı bundak kep yoktu. Hecep biz haber tapanmaptık da. Nim bulap tügep gitti o bala. Nim bulap tügep gitti. Aktamak çekip, ukul urup. Nimti? Aydis. Aydis? Allah. Elhamdülillah. Katranka biçare adam, bazı andak ölgendikin. Hiç kim demenler, ehli cemaat bilmeye kalsın, muştak küm büteyli de. Yana birisi mana bu ijoatda. Ba'zi shu bizningki shu Abdumraylik aydisining oldin olish kontrol qilish markazining tashviqotlari bor, lozunglari bor. Shularning hammasidagi muhim nuqta aydis qanday bo'lsa yuqadi. Qanday bo'lsa yuqmaydi. Qanday qilib oldin olish kerak degan savol javoblari bor ekan. Buni barliq sahnadagi shu personaj obrazlarning hammasiga turmush dialog qilib sindirib etdi. Undan boshqa aydis kasalları nima deydi? O nimani o'ylatadi? Uning ruhoyat holati qanday? Shuhrat o'zining oxiri butun sarguzashtini degandan keyin oxirida Nadira kelib uni bag'riga bassa, siz neri turing? Men bir nejis kasal. Men saqaymas, ishpasi yo'q bir abga bemor. Siz mendan neri turing? Oxiri Shuhrat, ey olimlar, bizning do'rimizni nimishga burunroq kashf qilmaysizlar deb yig'lab ketdi. Onun üstüne bu kesel bayağımız sohbeti dep ötkendek muşunda haleti boğan iken biz aşularını bütün cemiyetine hareket keltirip ulağa illiqlik yetkiziş, ulağını orumuzga eliş, ulağa hayattan ümit veriş, ula xuda adetdeki adamlardek ömrünü uzartish. Kelgusida nagati kunlarning birida olimlar agarmush doğruni ijod qilib chiqqan vaqtida u xuddi zukamga o'xshash, xuddi zukam javrini ichgan o'xshash, balkim yaxshi bo'lib ketishi mumkin degan mushunaq narsani olmoq qo'yganda anikin kishilar sahnada bir xil ajoyib kuchli bir
kayfiyat barliq keldi. Siz beni bütünle hata düşünüyorsunuz. Beni bütünle hata oylamışsınız. Çünkü ben bir eydüz kisini bu kazanma diyorum. Ben bulsam bir şifasız, bir davasız bir bimar. El ağılırım, uruf tıkanırım. Hatta kıyırındaşlarım da tatıp özünü benden hep kıçıvatı da. Benden jürgün vatı da. Benden nefretini vatı da. Toyup gittim bu candan, toyup gittim. Ey oğlumla, bizde doğrumuzun izahı kaçan yasap çıksınlar. Zaten kaçan yasap çıksınlar. Boldu qile, Şöhret, boldu qile. Ben özümü bazı vaxtıda repetisiya oturup yıkılap ketken. Ahırda Şöhretni bir muncha ak halat kiygan, qizil lent taqıgan, aş xizmatini ishlayotgan go'zal qizlar Şöhretni arıq elib bir muzeyik bilan usul oynaganda bu necha yilning yog'ib biror qizvali bunga kulimsirab bakmagan. Biror qizvaliga bu tikilibmi qaranmagan. Bu ahir bo'lmay usulga chiqib ketdi. Bu yerda ey yigit qaddingni rusla bak julaliq lentiga. U quchoqlab mehri shafqat berdi mangu sana. Bu güzel dünyada bir gün yazsan, bir gün gülüp, kir qatarga kuch quvvat ata qilar avlam sana. Bana muş tekisilen bir naqshsizlik qilib oxirgi sivit bilan buni qilgan ekan bu sende ta'sirchanlik. Intayin yaxshi bo'ldi. Nabire Cabbar'a. Cabbar, uzun yıl oldu siz benim otomdaki yetişeyimdeki şambalımda tutup geldiniz. Çünkü ben bir eydüz kisini bu kazanma diyorum. Yigit qadding rusla, aqdaliq lenti qatlar. Quchoqlab mehri shafqat berdi Allah. Tomoshabinlar yaxshimisizlar? Men Şinjan Uyg'ur Abdunum rayon xalq doktorxonasiga doktor bo'lman. Mening oldimga tekshirish uchun kelayotgan nurg'un kasallar bor. Bulardan egallashimcha bizning qisman tibbiy xodimlarimiz AIDS kasalining maxfiyatligini saqlash jihatlarida toza yaxshi diqqat qilmaydi ekan. Shuning uchun u o'z yurtida tekshirishdan ehtiyot qilib, yiroq yerlardan nurg'un jafolarni chekib, Urumchiga kelib tekshirib ketyotdi. Shuning uchun tibbiy xodimlarimiz tibbiy axloq fazilatimizni saqlab, AIDS kasallarini kamsitmay, ularga yaqinda yordam berib, ko'nishimiz lozim. Mana shunday qizil lenti kiyimidagi yaxshi asarlar ko'plab qo'yilsa, tashviq tarbiyalarni texnik kuchaytirsak demoqchi. Endi bu teatrninki 3 xil rol oldu. Birisi tragediya olsa bemalol yig'laydi. Yig'lash uchun o'zi baxt. İkincisi bemalol kuladi. Komediya olsa bemalol kuladi. Bu o'zi baxt. Üçüncü bir rolü kişilerini çok oygu saldı. Yani teatrda adamını hem oygu saldı hem tesirlendirgen. Özellikle selbi nesine hepsini çörüp taşlap bunun icabi nesine. İcabi arkalık kişilik dünyadaki muhabbet arkalık onu tesirlendirip kılganıyor. Adaki ziddiyet dokunuş olsa onu bizim kuruşturup kılgı oldu. Lakin ziddiyet dokunuş bulunmadan muştan riyazda hissiyatını uygusturup, artistin hissiyatını uygusturup hakkını hissiyatını kozgaş. Bu intan qiyin narsa. Men Abdunum rayonluq kasalliklarning oldini olish kontrol qilish markazida bo'lman. Hamda AIDS kasalining hozir Abdunum rayonimizga tarqalish ahvoli yana bir qadar ig'ir bo'lyapti. Tarqalish doiralarida bo'lsa, masalan, Shimoliy Shinjongda ozto kontrol qilgan bo'lsaqmi, Janubiy Shinjongdagi yuqumlish ahvoli yana ig'ir bo'lyapti. Ammo shunday bir jiddiy paytda Moşundaq yaxshi bir sahna asarininki maydonga kelishi nihoyat zo'r ahamiyatga ega deb qarayman. Bizning xalqimiz san'atsuyar xalq. Undaq bo'lgandan keyin kasbiy bilimlarni, masalan, bevosita dars qilib so'zlaganga qaraganda, moshundaq bizningki yaxshi sahna asarlarimizda bizning san'atimiz bilan yo'g'irib turib, moshundaq muvofiq o'tirib qo'ysa, buning unumi texmi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Qizil lentlar muzika dramaning
manga shu kungi bergan ta'siri bir yaxshi amaliy turmushni, reallikni, badiiylikni ham bizning jiddiy diqqatimizni qo'zg'ayotgan bir kasallikni o'zimizning san'atkorlari, rejissyorlar shundoq bir yaxshi sahnaga chiqib qo'yib, shu kuni o'ltagan barliq ko'rurmanlarningki ko'z, quloq, yuraklarini o'ziga jalb qildi. Ham qalbi tarlarini zilzil keltirdi. Bu asarga bizning sahya sistemasining uzun yillik AIDS kasalligining oldini olish, zaharli chekimlikni cheklash, AIDS kasalini kontrol qilish va davolashga uzun yil jang qilayotgan doktor sestralarimiz, kasallikning oldini olish va kontrol qilish sepida ishlayotgan bizningki tadbirkorlarimizning qalbiga shularning qilgan xizmatini hem amaliy reallik turmushni sahnaga chiqib bir muvaffaqiyatli tashviqot bo'ldi. Madina xonim, bundan keyingi planinglar, o'makning umum xizmat liniyasi qanday bo'ldi? Umum xizmat liniyamiz bizning asosan biz dramachilikni asos qilib tutmoqchi bo'lyapmiz. Endi kelar yili bizningki planimizda birisi shu Qizil lenta dramamizni davomli Şinjanning har qaysi joylarida qo'yishni o'ylashyapmiz. Agar sahya nazoratininki qo'llashi, yordami, munosabatlik partikum hukumatninki yordami bo'lsa, biz buni boshqa tillarga tarjima qilibmi tomoshabinlarga sunishni o'ylashyapmiz. Endi undan boshqa biz mush 3 dramani qo'yish jarayonida shunday narsani his qildik. Har qitimliq teatr tugab qaytgan vaqtida tomoshabinlarning menga deydigan gapi, "Voy o'yininglar bek yaxshi bo'pti, bek undan chiqibdi. G'uncham dramasini nima o'ynamaysizlar?" degan gapni bekchiq angladim. Asli biz 9-oyda bir yil shu dramani o'ynamoqchi edik, lekin Qizil lentani sayyor qo'yish munosabati bilan bu teatr hozircha turibdi. Shunga kelar yilning beshida biz G'uncham dramasini sahnaga qayta olib chiqmoqchi. Undan boshqa elininki madaniyati, san'ati tasvirlangan Qazonchi degan bir dramani tayyorlayapmiz. Biz kelar yilning oxirigacha bu sahnani, asarni ishlab, keng tomoshabinlar bilan yuz ko'rishtiramiz. Ro'shan milliy xoslikqa va qo'yuq yerlik aloyidlikka ega qizil lent qo'yilib, xalqimizni yana bir qitim hayajonga soldi. Men oxirida mushundaq esil dramalarning ko'plab maydon kelishini, cho'lda arab qolgan teatr xallarimizni qaytadan obod qilishni chin qalbimdan samimiy tavsiya qilaman. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.